Maşallah. Mana bu Tyson. Klichka Tyson. Tyson bu. Liniyachi. Liniya Ayubskiy. Liniya Ayubskiy. Bu o'sha Issiqko'lda Monster degan qo'chqar bor. Qora qo'chqar, shuni o'g'li bu. Qo'yi. Chollani qarang bunday. Qancha necha kilo bu hozir aka sir bo'lmasa? 180 kilo turadi. 180 kilo keladi. To'rt burchak ekan ama. Buni bunaqa yemlamadik aka, buni hali hamtlar bo'shda mana. Qo'y. Mana 2 kilo tepa bo'lib ketadi boqsa. Mashalloh. Boqsa yaxshi boqsa 2 kilo tepa. Mana qo'chqor. Aka O'zbekistonimizda aka qo'y ko'p ekan. Ha. Biroz ko'rsatish kerak-da xalqimizga to'g'risida mana qilinayotgan ishlarda. Hozir men ahil jamoatida hozir nima Botir akaning qo'ylarini ko'rdim. Shest akaning qo'ylarini ko'rdik. Qarang, qo'y. Mana siznikida biz buni ko'rmaganmiz. Hozir mana joy ko'rib turib bilyapsiz. 2023 4-ishda ham birinchi o'rin olgan edi. 2023da 4-ishda. Yo, haligi telefonda ko'p bilinmas ekanda qo'y. Bilinmaydi. Yonida ko'rsangiz bor. Bunaqa ko'kragida qarang, bunday mana ko'kragida oling. Telefonda qo'y unaqa ko'rinavermaydi. Yo urib oldim aytdim. Yo slabiy qo'y zo'r ko'rinib ketadi. Yo katta qo'y yaxshi ko'rinmaydi, shunaqa. Qarang qo'y, mashalloh. Aka buni qizlari ham bor hozir. Buni bitta ikkita qizlari bor. Stoyka umuman zo'r ekan bu. Tyson ha bu? Tyson. Buni endi xudo xolasa ertaga olib chiqamiz. Buni ertaga chiqadimi? Ha, qo'y. Xudo xolasa inshaalloh. Bu bilmayman aka, shuni ko'rmadim. Shu kuni men videoda ana qildim. Bir ko'ringchi. Men o'zim ochib ko'rmadim shuni. 6 chiqib 8 chiqib o'tganmi?